zop va bo'qoqni uy sharoiti tabiiy giyoh bilan davolashni yo'lini aytib o'taman birodarlar. Quloq soling va do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Eng zo'r retsept kitobdan olib aytyapman birodarlar. Yong'og'ini guli. Mana hozir 2025-yil hamma yoqqa yong'oqlar gullagan payti. Mana shu gulini yulib olib birodarlar, 5-6 ta gulini yulib olib 150 gram 200 gram qaynagan suvga 1 soat damlab 50 gramdan ertalab kechqurun iste'mol qilsangiz agar bu yodga boy birodarlar. Zopni, bo'qoqni ko'zini yuvib oladigan mana shu. Bemalol iste'mol qilinglar. Buni hozirgi paytga mana 20 kun, 15 kun bemalol topsangiz bo'ladi. Bu gullarni terib olib, quritib qishga yoki boshqa paytga iste'mol qilsangiz bo'ladi. Birodarlar, mana zop va bo'qoq borlarga jo'natib qo'yasizlar. Tabiiy giyoh Abu Ali bin Sino bobomiz tepxonlarga maqtab o'tgan kitobdan olib aytyapman birodarlar. Yong'oq guli zopga. Mana manzara.